Voy ayollar, eringlardan ajrashinglar. Bolalaringlar yetim qolsin. Ajrashib bo'lib, mazza qilib, o'ynab, kulib, kayf safo qilib yurasizlar deb o'ylaysizlar, sipa. Da, o'ynab kulib yuringlar. Keyin ketma-ket bir 5-6 ta, 10 ta, yo, 20 tacha erkakga muhabbat ishlaringlarni berib, undan keyin ketma-ket har bitta erkak bilan yotib turib keyin yig'lab, siqilib, voy unaqa edi deb yuringlar. Hayotinglar mana shu holatda ketadi. Nimaga sizlar staji bor, opiti bor, dunyoni ko'rgan, odamlarni ko'rgan, между прочим, mingta psixologlardan 1000 marta zo'r psixolog o'zi Yulduz Usmonova, ularni gaplarini noto'g'ri tushundinglar. Nimaga bizda shunaqa negativ ko'p? Bilmayman, boshqa chet davlatlarida qaysidir bir mavzuni o'rtaga tashlasa, o'shani muhokama qilishadi. Hech kim haqorat qilmaydi. Sizlarga to'g'ri gap yoqmaydi hech qachon. Haqiqatni doim gapirgan odamlar ko'zingizga yomon ko'rinadi. Chunki o'zingizlarni aybinglarni bekitgili keladi, menimcha deb o'ylayman. Imенно gapirib chiqayotganlarga nimaga tegib ketdi? Sizlarga tegib ketdi, menimcha sizlar o'zingizlar shunaqa ajrashib, ketma-ket erga tegib, erga tegmagan holatda ham ketma-ket erkaklar bilan yurib, alam qilganidan gapiryapsizlarmi? Nima sabab? To'g'ri qabul qilishni o'rganinglar. Haqiqatan ham ularni gaplari 100% to'g'ri. Ajrashishlar ko'payib ketyapti. Kimdir ajrashadi, kimdir yashaydi. Bu hayot. Hammaning hayoti har xil. Ular o'zlarining fikrlarini aytdilar. Prosta ajrashmanglar, ajrashsanglar shunaqa holatga kelasizlar dedilar. Bundan sizlar qilib tashladinglar. Koshmar, prosta koshmar. Havo kirib bo'lyapti. Daraxtlar ekilmayapti, kesib tashalyapti. Suvi tejamayapsizlar. Shu narsalarni muhokama qilishni o'rniga, shu narsaga ko'proq urg'u berishga, yana bitta narsaga hayron qolaman, deyman. Blogerlar, ayniqsa erkaklar. Erkaklar, sizlarning ishinglar yo'qmi? Ha? Boringlar ishlanglar, pul topib kelinglar. Xotininglarni ishlatib qo'yurasizlarmi? O'zinglar bloginglarni yuritib, blogda hamma faqat ayollarni g'iybat qilib gapirib o'tirishdi. Boshqa qiladigan ishinglar yo'qmi? Voy ishlanglar, erkaklar, oldingi erkaklarga o'xshab ishlanglar. Hammaga tegishli emas, o'sha, lekin ko'pchiligiga tegishli. Ko'pchilik erkaklar chiqib internetda faqat ayollarni kiyimini gapiradi, g'iybat qiladi, o'zini g'iybat qiladi, kimga erga tegdi, qanaqa mashina oldi, nima deb o'tirib olib, o'zicha studiyada qilib olib gapiradi bir xillar. Voy biling, bor, ming marta aytganman, lopatka olib ishla, hech bo'lmaganda, bor, ko'chaga chiqib ishla. Xotining boqotdimi seni? Nima demoqchi edim? Xullas shu. Aqlsiz fikr yuritadiganlar ko'payib ketyapti borgan sari. G'iybatchilar.